Hech qanaqa shartsiz mana shu Cobalt'ni sizga hadya qilmoqchimiz. Ha, noto'g'ri eshitmadingiz. Shu videoni ko'rib turgan insonlardan bittasiga inshaalloh nasib qilishi mumkin. Mashinaning rangi tim qora bo'ldi, lekin men videoni diskasidan boshlamoqchiman, okay? Yaxshilab ahamiyat berasiz. 19 razmerda Cobalt'ning diski bo'ladi. Mana shu Cobalt uchun zakaz asosida olib keltirganmiz. Bilasizlar, 19 razmer Cobalt'ga juda ham to'lib turadi. Endi hozir qariyalarning suhbatini olamiz. Akalar, qanday bu Cobalt'ni bizani подписчиlik yutib olishi mumkin? Men hech qanaqa shartsiz deb aytdim. Xo'p, akalar, aktiv bo'lasizlar, prosta like bosib qo'yinglar. Tez kunda salonlarni yig'ib, ustalariga yana bir qarab, sizlarga inshaalloh nasib qilgan insonga topshiramiz. Shartini keyin aytamiz. Hech qanaqa sharti yo'q. Qanaqa qilib berib yuborish shartlari? Aniqlashimiz. Hech qanaqa sharti yo'q akalar, mutlaqo sharti yo'q. Lekin shaxsiy fikrimni aytaman, hozirgi rangi menga yoqdi aka. 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan любой odam maza qilib haydaydi aka. Mana rangi qarang, faralari bilan, diskalari bilan hali mana bitta qo'yilmagan detallar juda ham ko'p. Xullas bu videoni Cobalt'dan jinni sanglariga jo'natib qo'yasiz. Hani ishqibozlari bor o'zi aka, 19-20 razmer taqib. Maza qilib. Xudo xolasa O'zim bitta haydab beraman bitgandan keyin. haydaymiz aka, xudo xolasa. Hammasi gap bu, muhtoj bo'lgan insonga tushsa, xursand bo'lgan bo'lardim. Ana. Voh, zo'r gap bo'ldi oxirida.